Chingizxon armiyasini bilasizlar, juda kuchli va hech qachon yengilmagan. Chingizxon ularning har biriga shunaqangi kuchli aralashma tayyorlab berganki, men buni topib qo'ydim, sizlarga o'rgatib qo'yaman. Aralashmaning tarkibi 200 gramm toza asal olasiz, 50 gramm imbirni cho'rkadan chiqarib solasiz, yarim choy qoshiq qora murchni maydalanganini solasiz, 3 ta, 4 ta, 5 tagacha chesnovni maydalab solasiz. Tapga qarab deyilgan-ku, lekin 10 ta, 15 ta, 20 tagacha qalampir munchoqni xovonchada ezib maydalab yoki blenderdan o'tkazib, aralashmani ustini yopib, qorong'u joyga bir haftaga qo'yib qo'ying. Ertalab nahorga 1 choy qoshiq ayol kishi, erkak kishi bolalarga yarim choy qoshiqdan beringlar, erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Immunitetni oshiradi. Kun davomida energiyali bo'lib yurasiz. Ayollarda siydik yo'llari kasalliklari, bachadondagi kasalliklar, bor kasalliklarni yo'q qiladi. Bolalarda immunitetini ko'tarishini hisobiga salga sovuqqa chiqsa burni oqib, tomoq og'rib, lo'rga borolmaysizlar va isitmasi chiqarmaydi. 7 yoshdan keyingi, yo'qmasam 7 yoshdan baland bolalarga berishga harakat qilaylik. Yosh bolalarga hali mumkin emas, juda ham kuchli bu. Bu videoni demak barcha tanishlaringizga yuborib qo'ying. Hamma o'sha kuchli bo'lib, Chingizxon askarlaridek bo'lib yursin.